Oddiy misol Rossiyani pulini chetda topyapti-da. Buni aytish kerak-da odamlarga. Assalomu alaykum hammaga. Bu videoda qilishimizdan maqsad bitta klientimiz. Biz o'zi to'g'risi klientlarimiz, shogirdlarimiz ko'p. Biz o'zimizni faoliyatimiz ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz, ya'ni gel parashok mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Bitta klientimiz o'zini oylik оборотini $1000 ga chiqaribdi. To'g'risini aytganda, oddiy misol Rossiyada ishlaydigan oddiy odam ham, oddiy musulmon kishi ham $1000 bemalol oilasiga jo'natyapti, lekin oiladan uzoqda. Kelinglar shu narsani O'zbekistonda o'zida ishlab chiqarishni qilinglar. Hali talab ko'payib ketgan yo'q, maymun biznes bo'lib ketgan yo'q. Sizlarga tavsiya qilamiz, o'zimizni shu gel parashok mahsulotlarimizni retseptlarini olinglar, ishlab chiqarishni boshlanglar. Sizlarga kerak bo'ladigan hamma narsa bizda mana shu o'zimizning ustaxonamiz hisoblanadi. Ustaxonamizda sizlar ishlatadigan hamma stanoyda shu yerda yasashadi bolalar. Bizda retsepturalari bor. Ishlab chiqarishda noldan to siz o'zingiz bozorga olib chiqib sotguningizgacha yo'nalishini biz beramiz. Hamma narsani bizdan olasizlar. Endi chet elda ishlashingizga hojat yo'q. O'zbekistonda bemalol shu biznesni qilsangiz bo'ladi. Hech qanaqa savollarga javob qolmadi shekilli deb o'ylayman. Xudo xolasa shu kanalni kuzatib turinglar. Har xil yangiliklarni qo'yamiz, har xil shogirdlarimizni qo'yamiz ishlab chiqarayotgan.